Xo'p, mana shu darvozamizda kimda uyiga tushib qoladigan bo'lsa, darvoza qo'yishga sharoit yo'q bo'lsa, kvadrat metrini 350 ming so'mdan qo'yib beramiz. Darvozamiz ham buniki ham xuddi shu anda hech qayerda kam emas, chiroyli materiallarda bo'lgan. Stoykalar 8 profil, tagi qismi shiviller, listlari 1.3 variantda chiroyli qilib Versace arkalar bilan jihozlaganmiz. Darvozamiz matviy holatda, anatomiy chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Xo'p, balandligi 350, eniga 330. Aynan shu darvozamiz ham skidkaga tushgan, kvadrat metrini 900 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Xo'p, razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 350, eniga 332. Darvozamiz zakazga 1 million 300 ming so'mdan chiqarib beramiz, O'zbekiston bo'ylab. Darvozamiz ham skidkada 900 ming so'mdan qo'yganmiz. Общий summasi 11 million 600 ming so'mga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum yurtdoshlar, biz Ramazon oyiga xudo xolasa darvozalarimizga skidka qo'yganmiz. 14 ta darvozamizni yirik chegirmalarda ustanovka qilib beramiz. Bir qator tanishtirib, materiallar haqida ma'lumotini beramiz. Video juda ham qiziqarli va manfaatli bo'ladi. Oxirigacha ko'rishlaringni iltimos qilamiz. Xudo xolasa like tugmachalarini bosib qo'llab-quvvatlashlarni xudo xolasa unutmanglar. Yana bitta gap, darvozamizni misol eng muhtojroq, qiynalgan oilaga darvoza xullas qo'ya olmayotgan oilaga bitta darvozamizni juda ham skidkada qo'yib beramiz. Kvadrat metri 350 ming so'mdan vodiy bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Vodiydan tashqari joyga dostavka qilib beramiz. Darvozalarimizni bir qator tanishtirib o'taveramiz, materiallari haqida va razmerlarini. Navbatdagi darvozamiz shtampovkali variant, nomi shikalant fason bo'ladi. Listlari 1.3ligida bo'ladi. 1.3likdan 2 qavat list, o'rtasida shumkalari bor. Ruchkalari ham juda o'ziga yarashib chiroyli chiqqan darvozamizni. Zamoklarigacha qo'yib qo'yganmiz, xudo xolasa. Darvozamizni ishlagan metallari stoykasi 8 ga 6. Uzr adashib ketibman. 8 ga 4 shiviller, ikkita yontagi. Listlari 1.3lik, 2 qavat. Xo'p, общий summasi 9 million so'mga to'g'ri kelyapti bu darvozamiz skidkada. Kvadrat metri 700 ming so'mdan tushyapti. Agar xuddi shu fasonda zakaz beramiz desalaring, kvadrat metrini 950 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka qilib beramiz. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tamiz. Keyingi darvozamiz, xo'p, high-tech fason, gibrid variantda tayyorlangan. Bu ham 2 qavat shumkali variant, xudo xolasa tayyor ustanovkaga tayyor qilib qo'yganmiz, ruchkalarigacha o'rnatib. Darvozamizga nержавейкаlarni qo'yganmiz, chiroyli qora svetda qo'yib berganmiz. Xudo xolasa skromli, ortiqcha bachkana ko'rinmaydi, chiroyli turadi. Darvozamizning stoykalariga ikkita yoni, tagiga 8 ga 4lik shiviller qo'yganmiz. Listlari vibraga bosilgan, xudo xolasa kraskalari devo kraska. Kraskalari har xil ko'pchilikda savol bo'lib qolyapti, to'kilib ketyapti, zanglab ketyapti. Xudo xolasa kraskalariga 3 yil kafolatini beramiz. 3 yil ichida qanaqa muammo chiqarsa bartaraf qilamiz. Xo'p, darvozamizni bu ham skidkada kvadrat metrini 700 ming so'mdan qo'yganmiz. Balandligi 330, eniga 327, общий summasi 8 million so'mga to'g'ri kelyapti. Bu qadar ko'rsatib qo'yarasiz, xudo xolasa juda ham ideal qilib tayyorlangan. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tamiz. Gibrid fason, bir qavatli variant. Bir qavat 1.3 listdan tashkil topgan. Xo'p, stoykalar 8 ga 6 profil, tagi shivillerda bo'lgan. Bu darvozamizga ham chiroyli qilib ruchkalarni qo'yganmiz, o'ziga yarashtirib, xudo xolasa anchagina skromli chiqqan. Ranglarini ham chiroyli qilib ko'kimtir, noyob rangda qilib chiqarib berganmiz. Xo'p, bu darvozamizni zakaz oladigan bo'lsak, kvadrat metr 650 ming so'mdan. Aynan shu darvozamiz skidkaga tushgan, kvadrat metrini 500 ming so'mdan vodiy ichiga amal qiladi. Dastlab ustanovkasi vodiydan tashqari joyga dostavka qilib beramiz eshiklarining tagiga. Razmerlari balandligi 355, eniga 350, skidkadagi narxi 6 million 200 ming so'mga tushyapti. Xudo xolasa darvozalarimiz yap-yangi, ideal holatda tayyorlangan. Xo'p, bir qator ko'raveramiz. Keyingi darvozamiz juda ham skromli holatda tayyorlangan, o'ziga yarashtirib sariq nержавейкаlarda aylantirganmiz. Ranglari ajoyib, buniki ham ko'kimtir variantda tayyorlab berilgan. Xo'p, darvozamizda stoykalariga 8 ga 6 profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shiviller, listlari 1.3lik variantda bo'lgan. Chiroyli qilib chekkalariga ham arqon karnizdan fon berib qo'yilgan. Bu darvozamizni juda ham qulayroq narxda qo'yganmiz. Kvadrat metrini 400 ming so'mdan. Xo'p, eniga 326, balandligi 350. Xo'p, общий summasi 5 million so'mga darvoza ustanovka bo'ladi. Vodiy ichiga, vodiydan tashqari joyga dostavka qilib yetkazib beramiz.
Xo'p, sizlar ko'rishlaring mumkin. Navbatdagi darvozamiz Beshariqqa ketyapti. Farg'ona viloyati Beshariq tumaniga. Xudo xolasa, oyoqlarini ham uzunroq qilib berganmiz. Xudo xolasa ancha baquvvat turadi. Betondan kuyib qo'yiladi, chuqur qo'yilib turib, chiroyli qilib egalariga topshirib kelamiz ertalab. Navbatdagi darvozalarimizga o'taveramiz. Navbatdagi darvozamiz gibrid fason. Dubay bilan high-techni uyg'unlashtirilgan holatda tayyorlangan. O'rtalariga high-techlis bo'lgan, chekkalari Dubay holatda. Bunga ham chiroyli qilib 4x2 dan ruchkalarni qo'yib, ustiga nerjavekalar bilan yopishtirib qo'yganmiz. Xo'p, listlari 1/3lik variantda, stokasi 8/6, tagi qismi shivilli. Qanoti to'qima profillari ham o'sha Shiroki 6/4 da bo'lgan. Xudo xolasa, yaxshi material, yaxshi mahsulot ishlagan. Hop, darvozamiz zakasiga qiladigan bo'lsak, kvadrat metri 650 ming so'mdan chiqadi. Bu darvozamiz ham skidkada kvadrat metri 500 ming so'mdan. Hop, balandligi 3.30, eniga 3.35. Общий summasi 5 million 500 ming so'm. Hop, xudo xolasa keyingi darvozamizga o'taveramiz. Keyingi darvozamiz qo'l mehnati, juda ham ajoyib usulda tayyorlangan darvozamiz, yangilik. Bu darvozamizning listlari 1.8lik, 2 qavat bo'ladi, o'rtasida shumkasi. Orqa ko'rinish qanaqa bo'ladi deganlarga, orqa ko'rinish tekis variantda bo'ladi. Ruchkalariga ham bir ahamiyat berib qo'yasizlar, chiroyli qilib, o'zgacha qilib qo'yilgan. Xo'p, stoykalariga 10 ga 10 brus qo'yganmiz, tagi qismlari shivillar, addenni kalitkani ham stoykalarni 10 ga 10 qo'yganmiz. Tepa qismlari 10 ga 5lik profilda. Nerjavekalarni ham chiroyli qilib qorasidan qo'yganmiz. Buni 4 xil usuli bor. Nerjaveka qo'yishda yashili bor, sarig'i, oqi, qorasi bor. Xohlashgan uslubda qo'yib beraveramiz. Xudo xolasa, darvozamiz zakasga 1 million 350 ming so'mdan chiqadi kvadrat metri. Bu darvozamiz, aynan shu darvozamiz, hop, skidkaga tushgan. Kvadrat metrini 1 million so'mdan qo'yib berganmiz. Razmerlarini aytaman, tushib qolsa bemalol ustanovka qilib beramiz. Balandligi 3.58, eniga 3.95 razmerda. Общий summasi 14 million 150 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi darvozamizga o'taveramiz. Taroq fason, shtampovkali variant. Xo'p, mana shu darvozamizda kimda uyiga tushib qoladigan bo'lsa, darvoza qo'yishga sharoit yo'q bo'lsa, kvadrat metrini 350 ming so'mdan qo'yib beramiz. Darvozamiz ham buniki ham xuddi shu anda hech qaysi kam emas, chiroyli materiallarda bo'lgan. Stoykalar 8/6 profil, tagi qismi shivillar, listlari 1.3 variantda. Chiroyli qilib Versace arkalar bilan jihozlaganmiz. Darvozamiz matviy holatda, anatomli chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Xo'p, balandligi 3.50, eniga 3.30. Darvozamiz, xo'p, zakasga bo'ladigan bo'lsa, eng qalin variantda 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Skidkada kvadrat metrini 350 ming so'mdan qo'ydik. Общий summasi 4 million so'mga to'g'ri kelyapti. 4 million so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Kimda joyiga tushib qoladigan bo'lsa, xudo xolasa ustanovkalari bilan chiroyli qilib bitirib beramiz. Vodiy ichiga, vodiydan tashqari joyga dastavka qilib beramiz o'zimizni yonimizdan. Xudo xolasa Ramazonga skidka bo'ladi, chiroyli narxlarda. Keyingi darvozamiz high-tech, shtampovkali variant. Chiroyli qilib, bunga ham shtampovkaliga ham chiroyli qilib ruchkalarni qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa ajralib turadi ancha-muncha darvozadan, zamonaviy qilib. Stoykalariga 8/6 profil qo'yganmiz, buni ham tagi qismlari shivillar. Qanoti to'qima profillar 6/4 bo'lgan, listlari 1.3lik variantda bo'lgan. Kraskalari Deo kraska, oldi ham, orqasi ham Deo kraska, laklarini chiroyli qilib, shagrin usulda sochilgan laklarini dona-dona qilib. Xudo xolasa ancha fon berib turadi darvozamizga. Razmerlarga keladigan bo'lsak, bo'yi 3.50, eniga 3.47 darvozamiz. Zakasga 650 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Darvozamiz skidkada 500 ming so'mdan kvadrat metri. Общий summasi 6 million 70 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Juda ham ajoyib narxlarda qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariyalarda qo'llab-quvvatlasalar bo'laveradi, xudo xolasa. Keyingi darvozamizga o'tamiz. Keyingi darvozamiz qo'l mehnati darvoza, o'sha o'q ham o'tmaydigan, shamol ham, shovqin ham o'tmaydigan darvozamiz. Nomi Afsona fason bo'ladi. Odatda bu darvozalarimizga nerjaveka qo'yilmaydi, shu joylari qora kraskada chiqarib qo'yiladi. Chiroyli qilib mana shu joylarga nerjavekalarni qo'yib, jihozlab, chiroyli odamga yoqadigan holatda chiqarib qo'ydik. Darvozamizning materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalariga 8/8 brus profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shivillar, listlari 2 qavat, 1.8 listdan 2 qavat bo'lgan. Mana shu joylarni ham qorada chiroyli qilib sepib qo'yganmiz. Darvozamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 3.60, eniga 380.
Darvozamizni zakazga 1 million 350 ming so'mdan qilib beramiz. Aynan shu darvozamiz ham aksiyaga tushgan, kvadrat metri 900 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Общий summasi shunda 12 million 300 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Juda ham o'sha diplomat darvoza. 2 qavat shumkali variant, haqiqatan baquvvat darvoza. Kalitkalari ham 10 qo'lda qo'yib berganmiz. Endi mana shu joylarga zamoklarni ham chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Keyingi darvozalarimizga o'tamiz. Xudo xolasa bu yog'ida ham shu yirik chegirmada qo'ygan darvozalarimiz bir qator tanishtirib o'tamiz. Xo'p, taroq fason. Shunda misol uchun Jida gapa bozor bo'ladigan bo'lsa, har bitta sexda shu darvozadan bo'ladi. Taroq fason juda ham skromniy, yuvganda suv o'rnab qolmaydi, hech qayerga chirishga, zanglab ketishga moyilligi yo'q darvozamiz. Darvozani stoykalariga xo'p 8 ga to'rtlik shivillar qo'yganmiz, ikkita yon tagiga, tepa qismi 8 ga to'rtlik profil. Qanot profillari 6 ga 4 da bo'lgan, listlari 1.8, mana shu joylarga 2 qavat shumkali variant bo'ladi. Mana bu joylarga chiroyli qilib 2 dan taraf holatda ishlab qo'yilgan. Darvozamiz zakazga 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalari bilan aynan shu darvozamiz ham skidkaga tushgan, kvadrat metrini 900 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligi 3.50, eniga 3.32. Darvozamiz skidkadagi narxi 11 million so'mga to'g'ri kelyapti. Aytganimdek, vodiy ichiga ustanovkalar bilan bitirib beramiz. Vodiydan tashqari joyga dostavka qilib beramiz. Agar ustanovkalarni ham kelishib oladigan bo'lsak, ustanovkalarni ham chiroyli qilib bitirib beramiz. Xo'p, keyingi darvozalarimizga o'taveramiz. Xudo xolasa, afsona fason chiroyli qilib ishlab qo'yganmiz. Bu darvozamizni ham kraskalari mokri, ko'kimtirga torttirganmiz, o'rtalarini qorada chiqarib berganmiz. Darvozalarimizning materiali stoyka 8 ga 8 profil, tagi qismi shivillar, listlari 1.8 lik. Bu darvozamizda 2 qavat utublik qilingan. Xudo xolasa chiroyli xizmat qiladi. Qanotlari ichkariga ochiladi, kalitkasi ko'chadan kelganingizda o'ngda addinli holatda bo'lgan. Darvozamizning razmeri balandligi 3.50, eniga 3.68. Darvozamiz zakazga 1 million 300 ming so'mdan chiqarib beramiz, O'zbekiston bo'ylab. Darvozamiz ham skidkada 900 ming so'mdan qo'yganmiz. Общий summasi 11 million 600 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Kimda uyga tushib qoladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Telefon qilganlaringda sotilib ketib qoldi, u bo'lib qoldi, bu bo'lib qoldi degan gaplar bo'lmaydi. Mabodo sotilib ketgan bo'lsa ham shu sotgan odamimizning nomerini berib qo'ya olamiz, xudo xolasa. Umuman ortiqcha yolg'on yashiq gap aralashmaydi, xudo xolasa, behijolat. Xo'p, keyingi darvozamiz taroq fasonning qo'l mehnat lisli varianti. Bir qavat shu 1.8 list bosilgan, ikkinchi qavatiga shu bezaklari kiradi, xudo xolasa gibkalarni qo'yib, nerjavekalar bilan chiroyli qilib jihozlab qo'yganmiz. Darvozamizning materiallari stoykalariga 8 ga 8 profil, tagi qismi shivillar, qanot profillari 6 ga 4, 1.7 variantda bo'lgan. Xo'p, kraskalari oldi orqasi devo kraskada bo'lgan. Darvozamiz zakazga 1 million 250 ming so'mdan chiqarib beramiz. Aynan shu darvozamiz aksiyada 900 ming so'm bu darvozamiz ham. Balandligi 3.5, eniga 3 metr. Darvozamizning skidkadagi narxi 9 million 450 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Kimda uyga tushadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tamiz. Reflonka fason. Qo'l mehnat darvoza, listlari har xil list bossa bo'ladi. Bunga 1.3 dan 2 likgacha bossa bo'ladi. Xo'p, darvozamizning stoykalariga 8 ga 8 profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shivillar, listlari bu darvozamizniki 1.3 lik variantda bo'lgan. Qanot to'qima profillari 6 ga 4, 1.5 variantda bo'lgan. Chiroyli qilib ruchkalarni qo'yganmiz. Ruchkalar uchun nerjavekalarni qo'yganmiz ustiga, chiroyli qilib arkalarni va darvozaxonada shabada aylanish uchun skvojniy xotlarni qo'yib ketganmiz. Darvozamiz zakazga 850 ming so'm chiqadi. Bu darvozamiz skidkada 700 ming so'mdan qo'yganmiz. Razmerlari balandligi 3.50, eniga 3.40, skidkadagi narxi 8 million 300 ming so'mga to'g'ri keladi. Navbatdagi darvozamizga o'tamiz. Navbatdagi darvozamiz high-tech fason, chiroyli neobычный uslubda, ortiqcha bachkana joyi yo'q, xudo xolasa darvozamizni. Darvozamizning stoykalariga 8 ga 6 lik profil qo'yganmiz. Tagi qismlari shivillar, chiroyli qilib qora nerjavekalarda jihozlaganmiz. Kraskalari mokri, sal ko'kimtirga torttirib qo'yganmiz. Xudo xolasa chiroyli chiqdi deb o'ylaymiz. Bu darvozamiz ham skidkada kvadrat metrini 500 ming so'mdan qo'yganmiz. Xo'p, listlari buniki ham qalin variant. Umuman parash variant yo'q.
Lislari 1.3lik variantda. Darvozamizda balandligi 350, eniga 326. Skidkadagi narxi 5.700.000 so'mga uстановkalari bilan chiroyli qilib, zamoklari bilan bitirib beramiz. Darvozamizni kalitga qismi mana shu joyda. Videoda ko'rinmayotgan bo'lsa, mabodo kalitga qismlari shu joyda, o'ngda o'rtada, o'ng qo'l bilan, o'ng oyoq bilan ichkariga kiriladi. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, qo'llab-quvvatlash maqsadida like, kommentariyalar portlatib tashlaysizlar degan umiddamiz. Xudo xolasa videomiz ancha manfaatli bo'ldi. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Imo har xil shu internet tarmoqlaridan aloqaga chiqaverasizlar. Hammasida xudo xolasa faolmiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, darvozalarimizni obzorlarini ham tugatib oldik. Ish jarayonlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yasalayotgan darvoza high-tech variant, 2 qavat shumkali bo'ladi. Darvozamiz Samarqandga yasalayapti. Shu qalin variantdagi darvozadan yasalayapti. Bir qator ko'rsataveramiz. Bu yoqda bo'lsa kraska qilinayotgan variantlardagi darvozalarimiz juda ham chiroyli qilib ishlovlarni berilyapti. Xudo xolasa kraska sochishga ham ancha tayyor bo'lib qolibdi. Darvozalarimiz chaqlab, shpaklobkalab, xudo xolasa shu tozalash ishlari ketyapti. Arkali uslubda chiroyli qilib yasab berganmiz. Samarqand fason darvozamiz. Yaqinda o'rnatib, xudo xolasa obzorlarni ham qo'yamiz. Mana shu joylarga lazer qilganmiz. Listi o'zini shunchaki yopishtirib qo'yilmagan, ichini ishlangan, kraska gruntovkasini qilingan. Keyin lazerlarni yopishtirib, xudo xolasa zamas keladik. Gruntovka kraskalarni endi sochamiz. Bu darvozamiz Andijonga ketadi. Xudo xolasa chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Kimda uyiga razmerlari tushib qoladigan darvozalarimiz bo'lsa yoki yangi yasatmoqchi bo'lsalaring, aloqaga chiqaverasizlar. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa sifatli va ishonchli qilib beramiz. Videomizni qo'llagan holatda like, kommentariya bir-birlaringizni uzatib qo'yishlaringizni xudo xolasa so'rab qolamiz.